Aka, chorvachilik kredit shartlari chiqdimi? Anvarbek, qarang, sizga yaqinroqdan ko'rsataman. Chorvachilik bo'yicha yopiq Telegram kanalimizda 261 ta inson bu video qo'llanmamizdan foydalanyapti va bugun yana bitta post tashlaganmiz. Ya'ni ko'pchilik biladi, bu imtiyozli chorva bo'yicha ajratilayotgan kreditlarni hali nizomi, tartibi, shartlari to'liq chiqmagan edi. Mana bugungi kunga kelib barcha shartlari, nizomi to'liq tasdiqlandi va banklar berishni boshladi. Isbotini sizga ko'rsataman. Mana misol uchun, mana shu chorvachilik bo'yicha ajratilayotgan kreditni pasporti, ya'ni ma'lumotnomasi. Kredit muddati 10 yilga, imtiyozli davr 4 yilgacha, yillik kredit foizi 10%. O'rtoqlar, agar sizga mana shu 10 yilga 4 yil imtiyozli davri bilan 10% stavkasida chorvachilikni rivojlantirish uchun ajratilayotgan imtiyozli kredit kerak bo'lsa, avvalo videoga like bilan qo'llab keting. Agar sizga videoni to'liq shakli kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tsangiz, barcha ma'lumotini joylab qo'yganman. Telegram kanal havolasi esa profilim shapkasida. Videoni yaqinlarga yuborib qo'ying, foydali va manfaatli bo'ladi.